Hammaga assalomu alaykum bolalar, nima gap? Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bugun biz sizlar bilan Binarium platformasida va patternlarni o'rganishni davom etamiz. Bugun men sizlarga demak, ajoyib bitta pattern bor. Hammer degan, ya'ni bolta deyiladi, qanaqa bolg'a, xullas o'zbekchada. Hozir shaklini chizib beraman, o'zingizlar kommentariyada yozib ketasizlar. Xuddi mana shu narsa. Menimcha bolg'a deyilsa kerak. Chunki bolta adashmasam mana u kesadigan edi. Bu bizga bolg'ada. Aynan mana shu narsani ko'rib turibsizlar, ikkita chizib qo'ydim. Aynan mana shu narsani biza jadvaldan, shamchalardan qidirishimiz kerak ekan. Xo'sh. Demak, bunisi pastga. Все. Hozir men sizlarga buni nimani anglatishini ko'rsataman. Demak, ko'rishinglar mumkin, bizda o'zi bilamiz, yaponskiy shamchalarda tanasi bor hamda soyasi bor. Bizning qiladigan ishimiz aynan mana shu tanasi hamda soyasini bir-biriga bo'lgan o'lchamini topish. Soyasi degani mana u tanasiga kichkina tepa yoki pastidagi chiziqchalar. Tanasi bo'lsa, qizil yoki yashil to'lib turgan joyi aynan mana shu tanasi hisoblanadi. Endi bizning qidiradigan narsamiz nima? Bolta shaklini qidiramiz, to есть bolg'a shaklini qidiramizda. Bizani qidiradigan narsamiz aynan mana shu tepadagi soyasi uzun bo'lishi kerak, pastidagi tanasi kichkinaroq bo'lishi kerak. Bu bo'lishi mumkin ikkala tarafga ham. Ya'ni masalan bizda to'g'ri bolg'a bor va egri, to есть reverse hammer deydi, egri bolg'a bor. To'g'ri bolg'a patternda qanaqa narsa? Xuddi bolg'ani qo'lingizda to'g'ri ushlab turasiz-ku, xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni tepa tarafida qanaqadir tanasi bo'ladi. Pasti uzun soyasi bo'ladi. Hozir ko'rishinglar mumkin, mana men сделка ochdim pastga. Xo'sh. Soyasi uzun va bu yerda reverse, xuddi mana shu teskari, demak, bolg'ani namunasi. Aynan mana shu donaga e'tibor qilinglar bolalar. Tepadagi soyasi uzun, pastidagi tanasi kichikroq. Ko'rishinglar mumkin. Tepadagi soyasi uzun bo'lishi kerak bizda va tanasi kichikroq bo'lishi kerak. Aynan mana shunda bizda hammer, ya'ni bolg'a patterni shakllandi deyishimiz mumkin. Agar o'sha uzun soyasi tepada bo'lsa, biz pastga сделка ochamiz. Agar nabarot uzun soyasi pastda bo'ladigan bo'lsa, biz tepaga сделка ochamiz. Juda ham xuddi shunaqa narsa oson. Hozir iloji boricha ko'proq namuna ko'rsak, o'ylaymanki, tushunishinglar osonroq bo'ladi. Hozir demak, qidiraman. Iloji boricha ko'proq namuna. Xo'sh, mana shu yerda ko'rsak bo'ladi. Mana tepadagi soyasini ko'rishinglar mumkin, mana shu grafda ham. Men yopilishini kutyapman mana shuni. Tepadagi soyasiga e'tibor qilinglar, tepadagi soyasiga e'tibor qilinglar. Soyasi iloji boricha bizda kattaroq bo'lishi kerak. Yaxshi. Yaxshi. Pastga. Ko'rdinglar, demak, biza kutgan narsa bu o'sha soyasi, ya'ni ingichka chiziq bor-ku, o'sha soya deb ataladi. O'sha soya bizda tepada bo'lishi kerak va uzun bo'lishi kerak, chem tanani o'zidan. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Mana uzun bo'lishi kerak va o'shandan keyin biza pastga сделка ochishimiz mumkin. Agar xuddi shuni teskarisi bo'lsa, ya'ni soyasi pastdan keladigan bo'lsa, biz tepaga сделка ochamiz. Bizning holatimizda hozir bundan oldingi shamchani soyasi tepadan uzun bo'lib yopildi va biz pastga yana сделка ochdik. Xuddi shunaqa ishlaydigan sistema. Hozir ko'ramiz, o'ylashimcha. Balki minus. Hech qisi yo'q, перекрестие qilamiz. To'g'ridan to'g'ri 500 qo'yaveraman. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, kuchli bizda hammer shakllandi mana. Xuddi mana shu shamni o'zida ham. Ko'rdinglar mana? Yana pastga сделка ochdim shu yo'sinda. Nimaga? Chunki tepadagi undan oldingi shamda tepasida uzun soya bilan yopildi. Bo'ldi. Bolalar, bu strategiyani nima deydi? Oson strategiya bu, juda ham oson. Shunchaki bitta tushunib olinglar, bo'ldi. Bu haqida qisqa bitta reels tayyorlab beraman, shorts shaklida va buni Telegram kanaliga joyladim. Prям oson tushuntirilgan, как PDF ga o'xshagan narsa ham balki tayyorlarimiz agar
kerak bo'lsa so'rasanglar, Telegram kanalga конечно o'tib qo'yinglar, albatta o'tib qo'yinglar. Soqi Hub Telegram kanalimiz bor. VIP kanalga ham o'tib qo'shilsanglar bo'ladi. U yerda ham xuddi shunga o'xshash maksimalni zo'r ishlaydigan strategiyalarni tekinga o'rgataman. Вот все. Aynan xuddi shunaqa narsa. Demoqchiman, hozir bu video ozgincha tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, chunki to'g'risini aytsam, bu narsani o'zim ham boshida o'rganganimda sal qiyin bo'lgan, nimagadir uncha tepmagan, to'g'risi. Birinchi marta o'rganganimda ancha oldin. Lekin aynan shu strategiyani o'zini ishlatib ham yaxshi summa ishlasa bo'ladi. Hech qanaqa indikatorsiz. Prosta qaysi vaqtda kirish, qaysi vaqtda zelka ochishni bilsa bo'ldi. Xo'p, qaranglar, hozir bundan oldingi shamchada bizada kuchli hammer shakllanmadi. Tepada ham, pastda ham bizada soyalar bor edi. Shuning uchun zelka ochmadim. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, bizada soya pastdan kelyapti. Soya pastdan kelyapti. Agar tepasi to'liq tanasi bilan yopilsa, biz darchi tepaga zelka ochamiz. Xuddi shuni teskarisini qilamiz boyagi qilgan ishimizda. Ya'ni boyagi qilgan ishimizda soya tepadan shakllanganda va biz pastga zelka ochgandik. Endi hozir bizda kutyapmiz, shu soya pastdan shakllansin, tanasi tepada to'liq yopilsin va biz yana tepaga zelka ochaylik. Menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'sh, lekin unaqa yopilmadi. Mayli. Keyingisini kutamiz. Xo'sh. Bo'ladimi? Bu hatto pastga signal berishi ham mumkin, lekin hozir agar mana shu shaklda yopiladigan bo'lsa, biz pastga zelka ochishimiz mumkin. Chunki hammerni aynan reverse hammer, to есть hammer, teskari bolg'a. To'g'ri bolg'a hamda teskari bolg'a. Umuman olganda ochib olsang ham bo'lardi. Xo'sh, bu yerda nima gap? Avot mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, prem pastga ochish uchun yaxshi vaziyat bo'lgan ekan. Tak, ketdik. Mana ko'rishingiz mumkin, ana shu yerda tepaga ochilgan soyasi. Tepada bo'lgan, tanasi bilan pastda yopilgan va biz yana shu yo'nalishda pastga zelka ochdik. Yaxshi, shunchaki $1000 qo'yamiz va endi qaranglar bizda qanaqa narsa bo'ldi. Tepaga ochiladigan joy bo'ldi. Ko'rdinglar nimaga? Chunki oldingi shamchada tanasi pastdan ochilgandi. Mana ko'rishingiz mumkin, tanasi pastdan ochilgan. To есть soyasi uzr, soyasi pastdan uzun bo'lib ochilgandi. Tanasi bilan tepada yopilgan. Va biz shu tepaga zelka ochdik. Xo'p, bu yerda ham tepaga zelka ochsa bo'ladigan vaziyat. Xuddi o'sha gap aytganimdek, chunki soyasi bilan uzun soya pastdan paydo bo'lgan va tanasi bilan yana tepaga yopilgan. Bizga farqi yo'q, bola, haligini rangi, shamlarning rangi farqi yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, tepaga chiqib ketdi. Bu yashil bo'lishi mumkin, qizil bo'lishi mumkin, farqi yo'q bizga, farqi yo'q. Bizga muhim bo'ladigan narsa shamni rangi emas, balki uni soyasi hamda tanasi. Agar soyasi pastdan uzun bo'lib ochilgan bo'lsa, biz tepaga zelka ochamiz. Agar tepadan uzun bo'lib ochilgan bo'lsa, pastga zelka ochamiz. Aynan mana bu holatni ko'rishingiz mumkin. Bunda oldingi shamni soyasi pastdan ochilgan. Tepasi esa tanasi bilan yopilgan. Вот. Hozir plyusda yopiladimi? Demak, da yopilishi mumkin, hali vaqt bor. Lekin to'g'risi zo'r strategiya, bemalol ishlatib, demoda birinchi, undan keyin realga o'tkazib ham ishlashingiz mumkin. Yaxshi strategiya beradi. Umuman olganda binariumda pul ishlash osoncha, unaqa qiyin narsalarni o'rgatib tashlash shart emas. Mana ko'ryapsizlar, men bu yoqda ham yaxshi vaziyat shakllandi. Tepaga zelka ochdim, ya'ni shamni uzun tanasi zo'r bitta to'g'ri hammer yaratib berdi bizga. Ko'rishingiz mumkin menimcha. Yamni ko'rinyapti bu yerda. Uzun soya hamda qisqa tana bo'ldi.
aynan shu narsa bizga tepaga zelka ochish uchun asos bo'ldi. Yaxshi, bo'ldi, masalaga yana har doimgidek aytib o'taman, 100% ishlaydigan strategiya yo'q hech qayerda. Hech qayerdan topa olmaysiz. Hech qanaqa indikator yoki hech qanaqa pattern sizga 100% ishlab beradi degan narsani kafolat bermaydi. Bizda martingale hamma ishlatishni biladi, ya'ni shunchaki agar minus qilsak 2 martaga ko'paytirib dalshi zelka ochamiz va qilgan minusimizni ham qoplaymiz. Xo'sh, mana shu joyga e'tibor qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham shunga o'xshash narsa bo'lyapti. Biz shunchaki o'sha strategiyamizdagi yoki umuman patterndagi ayrim xatolarni martingale bilan bemalol to'sib ketsak bo'ladi. Undan tashqari yana bitta narsani aytib o'taman. Telegram kanalimizga kim obuna bo'lmagan bo'lsa, yengil bo'lsa, shunchaki YouTube kanalimizning описаниесida o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Telegram kanalimizga Soqihab Telegram kanalida streamlar bo'ladi. Haftasida 2 marta yoki ayrim payt 3 marta bu streamlarda biza aynan mana shunaqa shunga o'xshash mavzularda stream qilamiz. Bemalol sizlar bilan gaplashib, demoqchiman, ko'proq interaktiv bo'ladi. Bilmagan narsalarni o'sha joyda so'rab qilishingiz mumkin. Hammasi tekinga, hammasi sizlar uchun. Hammasi Soqihab komandasini kengaytirish uchun da. Xo'sh, katta ehtimol plyusda yopiladi bunisida, to'g'ri, plyusda yopiladi. Ancha o'sib ketdi. Yaxshi. Ko'rdinglar, strategiya real ishlaydi. Ishlatib ko'ringlar, soqqa qilinglar. Hammaga omad. Kanalda aktiv bo'linglar, kommentariyada fikringizni kutaman.